Assalomu alaykum, hurmatli dehqonlar va aka-ukalar. Bugun sizlarga ajoyib bir video ma'lumot berajakman. Ya'ni Xorazm sho'r tuproq sharoitida qaysi mineral o'g'itlardan foydalansa samaradorlik yaxshi bo'ladi, sho'rni uncha oshirmaydi, tuproqqa yaxshi o'zlashadi, o'simliklarga yaxshi ta'sir qiladi. Shu bo'yicha video ma'lumot berajakman. Birinchisi fosforli o'g'itlar. Fosforli o'g'itlar ildizni rivojlantiradi, o'simlikni kasalliklarga chidamliligini oshiradi. Qurg'oqchilik sharoitlarda ham o'simlikni bir xil me'yorda ushlab turadi. Ularga superfosfat va ammofosni kiritish mumkin. Buni ekin ekishdan oldin yoki ekin ekish bilan birgalikda berilsa samaradorligi yuqori. Keyingisi kaliyli o'g'itlar. Kaliyli o'g'itlar ham o'simliklarda yaxshi o'zlashadi, mevalarni yiriklashtiradi. Kaliy sulfatni misol qilib keltirsak bo'ladi. Mevalarni yiriklashtirib, o'simliklarning kasalliklariga, qurg'oqchilikka chidamliligini oshiradi. Kaliy xloridni esa kamroq berishni maslahat berib qolaman, chunki tuz miqdorini oshirib yuborishi mumkin. Undan keyingisi azotli o'g'itlar. Azotli o'g'itlar ham karbamid, sulfat ammoniy, ammiak selitrani kiritishi mumkin. Ammiak selitrani me'yorda berish kerak, ular tuz miqdorini oshirib yuborishi mumkin. Lekin ulardan ham eng muhimi organik o'g'itlar berish kerak yerni tiriltiradi. Go'ng kompostlar yerni unumdorligini oshiradi. Mineral o'g'itlar bilan birgalikda berilsa hosildorlik yanada yuqori bo'ladi. Va sho'rni yuvishni ham maslahat berib qolaman. Sho'rni yuvsangiz tuz miqdori pastga tushib, shu tuproqda holat yaxshilanadi, suv fizik xossalar yaxshilanadi, suv o'tkazuvchanlik yaxshilanadi. Mineral o'g'itlar berilsa yaxshi o'zlashadi. Shuning uchun sizlarga shu tavsiyalarni berib qolaman. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.